Jizzax shahrida hududiy tarmoqlar aro sanoat yarmarkasi o'z ishini boshladi. Har yili an'anaviy o'tkaziladigan biznes yarmarkada 150 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari ishtirok etmoqda. Jarayonda jonli tarzda hamkasbimiz Alisher Zoidov xabar beradi. Marhamat Alisher, efirdasiz. Jizzax shahrida tashkil etilgan hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkasi o'tkazilishi bu an'anaga aylangan. O'tgan yildagi yarmarkadan farqli jihati shundaki, o'tgan yili 80 milliard so'mlik shartnomalar imzolangan bo'lsa yarmarka doirasida va bu yil 200 milliard so'mlik reja oldinga qo'yilgan. Shuningdek, bu yilgi yarmarkada 150 dan ortiq respublikamiz miqyosidagi yirik ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar, shuningdek 800 dan ortiq mahalliy tadbirkorlik subyektlari o'zlari ishlab chiqarayotgan 3500 dan ortiq turdagi mahsulotlar ko'rgazmasi bilan ishtirok etmoqda. Va ahamiyatli jihat shundaki, bu joyda endigina faoliyatini boshlagan tadbirkorlar uchun yanada manfaatliroq bo'lmoqda. Chunki ular o'zining mahsulotiga bo'lgan xaridorni va aniq mijozini topishyapti. Biz dastavval tadbirkor sifatida suhbatga chorlamoqchimiz. Temur aka Usmonov bizning yonimizda. Temur aka, mana shu savdo sanoat yarmarkasi siz uchun qanchalik bir manfaatli bo'lyapti? Mana bugun Jizzax shahrida o'tkazilayotgan hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkasida ishtirok etib kelmoqchimiz. Bizning demak erkaklar poyabzallarni ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda tadbirkorlar orasida va aholimiz orasida juda qiziqish baland mahsulotlarimizga. O'ylaymanki, mana bu sanoat yarmarkasi asosida biz shartnomalar imzolaymiz. Faoliyatingizni boshlaganingizga qancha vaqt bo'ldi? Faoliyatimizni boshlaganimizga 2 yil bo'ldi. Bu mana 2-yili yarmarkada ishtirok etib kelmoqdamiz. O'ylaymanki, manfaatli bo'ladi yarmarka. Mana bugungi yarmarkaning o'zida mijozlar qiziqish bildiryaptimi ishlab chiqarayotgan mahsulotlaringizga? Albatta, juda qiziqish baland, chunki Jizzax shahrida hozirgi kunda yagona poyabzal ishlab chiqaruvchi hisoblanamiz. O'ylaymanki, juda sifatli oyoq kiyimlar ishlab kelmoqdamiz. O'ylaymizki, mana shu sanoat yarmarkasi mobaynida siz ko'plab shartnomalar imzolashga erishasiz. Fikrlar uchun sizga alohida rahmat. Va ayni mana shu sanoat yarmarkasida import mahsulotlar o'rni bosuvchi ishlab chiqariladigan moddalar ham bugun o'zining ko'rgazmasini tashkil etgan va ahamiyatli jihati shundaki, bu yil aynan Jizzax viloyatida ana shu mahalliy ishlab chiqariladigan mahsulotlar sonini ko'paytirishga alohida urg'u berilyapti. Biz Abdulla aka Ramazonovni ham taklif etmoqchimiz. Ana shunday xorijiy mamlakatlardan import qilinadigan moddalarni aynan mana shu Jizzaximizda mahalliylashtirgan holda ishlab chiqarayotgan tadbirkor sifatida. Bugungi biz yarmarkada ilk marotaba qatnashishimiz, bizni korxonamiz asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil fevral oyidagi qaroriga asosan tashkil etilgan Jizzax kimyo industriya texnoparkida barpo etilgan O'zbekiston Turkiya qo'shma korxonasi asosan O'zbekistondagi to'qimachilik sanoatida qo'llaniladigan kimyoviy qo'shimchalik moddalarni import o'rnini bosish maqsadida loyihalashtirilgan bo'lib, asosan 23 xil turdagi kimyoviy qo'shimchalar moddalar ishlab chiqaramiz. Bugungi ko'rgazmada mana shu mijozlarimiz bilan rejalar qilib, shartnomalar imzolash maqsadida qatnashyapmiz. Va aytish kerak, ayni mana shu moddalar bugungi kunda xorijiy mamlakatlardan olib kelinar edi, to'g'rimi? Chunki ayni mana shu Jizzax viloyatimizda ham tekstil korxonalarining faoliyati va ularning o'rni juda ham katta va ayni mana shu matolarni ishlab chiqarishda, ip kalavalarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan, qo'shiladigan moddalar sizning firmangizda ishlab chiqariladi. Albatta, biz shu maqsad mana shu import o'rnini bosish uchun tashkil etilgan. Albatta, shu kungacha bu kimyoviy qo'shiluvchi moddalar faqat import bo'lib kelgan. Chet davlatlar, asosan Turkiya, Eron va shunaqa davlatlardan import o'rnini bo'lib kelgan. Shu mahalllashtirish maqsadida barpo etilib, shu loyihalashtirilgan. Rahmat deymiz yana bir bora sizga va aytishimiz kerak, ayni mana shu savdo sanoat yarmarkasida xorijiy mamlakatlardan ham ishbilarmonlar tashrif buyurgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Italiya davlatidan kelgan tadbirkorlar Paxtakor tumanidagi tekstil korxonalar bilan hozir tanishyapti va mana shu savdo sanoat yarmarkasida yirik miqdordagi shartnomani imzolashi kutilyapti va yana bir jihat, yarmarka asosan 5 ta sanoat tarmog'ini o'zida jamlab olgan, ya'ni to'qimachilik, qurilish materiallari, elektrotexnika, kimyo sanoati va avtomobilsozlik ayni mana shu sanoat yarmarkasida ustuvorlikni qo'lga olgan. Va 14-mart kuni ham bu savdo sanoat yarmarkasi davom etadi. Shuningdek, ertaga yakuniy natijalarni ham biz kechki dasturlarimizda sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alisher Zoidov, Jo'rabek O'sarov, Jizzax shahrida.